Bundan ko'ra o'lgani yaxshi edi. Ota, Qayerlarda yuruvding, Maryam? Hech nima bilmay ketib qopsan. Xavotir olib jinni bo'lib yozdim. Jonginam, sen juda oq ko'ngil, mehribonsan. O'g'limizni berib olayotganimizda yuraging bu judolikka chidolmay tars yorilib ketishi mumkin. siz bag'ri keng odamsiz er. Har kuni ibodat qilasiz, Xudoga sig'inasiz, u illo uni bilmaysiz. Men buni taqdir deb hisoblayman. Bu taqdir seni tashvish g'amga ko'mib tashlaydi. Qarang bekam. Bekam, Muso degan bola keldi. Voy, qanday chiroyli bola-ya. Bilasanmi Muso, endi saroyda yashaysan, meni o'g'lim yo'q, menga o'g'il bo'lasan. Seni xuddi tuqqan onangdek sevib parvarish qilaman. Xo'pmi? Muso, onangni huzuriga ketyapsanmi? Ha, shohim. Mayli, bora qol. Xo'p bo'ladi, shohim. Balla. Bemisl o'xshashlik. Hali bunaqasi bo'lmagan, shohim. Vaqt o'tishi bilan yomg'ir shamollar ta'sir qilmasmikin? Bu haykal uchun eng chidamli toshlar tanlab olindi, shohim. U 1000 yil tura oladimi? 10,000 yil turadi, shohim. Firavnning odamlarga qilayotgan jabr ustamini ko'rib, hech chidolmayapman. Ular mening xalqim-ku. Mening xalqim. Yo'q. Siz meni o'z o'g'lingizdek e'zozladingiz, ona. Lekin men ibroniy bo'lib tug'ilganimni, ibroniy akam va opam borligini qanday unutay? Tur o'rningdan. Tezroq! O'libdi. Nima gap? Ishboshini o'ldirishdi, shohim. Kim o'ldirdi? Muso, sen o'ldirdingmi? Men faqat adabini berib qo'ymoqchi edim, shohim. Adabini? Nima, Misrlikni ibroniychalik ham qadri qolmabdimi? Bu qilmishi uchun uni jazolash kerak, shohim. Muso unga ko'rsatilgan iltifotu yuksak mavqedan shishib ketdi, lekin qonun undan ustun turadi. Qonun bo'yicha u qotil, shohim. Ha. Qo'lga olinsin. Qo'lga olinglar darhol. Qo'yinglar. Darhol bu yerdan qo'tir qo'ylaringni haydaylar. Yo'qsa ichgan suvlari evaziga hammasini tortib olamiz. Otam qo'ylarni sug'orishimizga ruxsat bergani uchun hojangizga haq to'lagan. To'g'ri, to'lagan, lekin kam to'lagan. Tushunarlidir. Hojangiz qancha haq so'ragan bo'lsa shuncha to'lagan. Otam ko'proq ham to'lashi mumkin, lekin buni hojangiz ikkovi hal qiladi.
Bu yerdan ketinglar dedim. Aks holda nafaqat qo'ylaringizni tortib olamiz. Mana u do'stim boshqacha go'shni yaxshi ko'radi. U juda zabardast yigit. Men uni ushlab tura olmayman. Qanchalik zabardast? Shunchalikmi? Otangga aytib qo'y. Hojam suv haqini oshirdi. Haligi toshni aytaman. U faqat ko'zbo'yloqchilik, to'g'rimi? Kuchlilik belgisi emas, ha? Ha. Har qadamda nayrang. Lekin sendan minnatdorman. Men qizlarimni jonimdan ortiq ko'raman. Butun boyligim shular. Menga boshqa boylik kerak emas. Musa, Labbay janobim. men ajdodlaring Ibrohim, Ishoq va Yoqublarning xudosiman. Xalqimning qay azoblarga dosh berayotganini ko'rdim, uning faryodini eshitdim. Uni bu zamindan olib chiqib ketib, daryolardan sut va bol oquvchi o'lkaga boshlab boraman. Men seni Misr Fir'avni huzuriga yo'llayman. Borib xalqimni Misrdan olib chiqib ket. Kim bo'libmanki bu ilohiy amalni bajaray? Men sen bilan bo'laman. Isroil xalqi oldiga borib, meni ajdodlaringiz xudosi yubordi desam, bu xudoning ismi nima deb so'raydilar-ku. Nima deb javob qilaman? Men barhaqman. Gapimga ishonishmasa-chi? Xudo senga ayon bo'lmagan deyishsa-chi? Unda nima qilaman? Qo'lingdagi tayoqni yerga tashla. Endi ilonning dumidan ushlab ol. Shunday qilsang, odamlar senga ishonishadi. Men gapga no'noman. Hech qachon fasohatli nutq so'zlamaganman. Men sen bilan bo'laman. Gapirganingda og'zingga fasohatli so'zlar solib qo'yaman. Yo Xudovandim. O'tinaman, boshqa odamni yubor. Senga yordamchi qilib akang Aronni yuboraman. Seni o'rningga u gapiradi.
Bu xavfli emas, ota. Avvalgi fir'avn o'lgan. Meni Nil daryosidan tutib olib onalik qilgan o'sha malika ham o'libdi. Men borishim kerak. Kerak. Mayli bor. Muso. Aron. Aka. Bu aso Ibrohimniki. Mendan xalqingizni qo'yib yuborishimni so'rayapsiz. Buni Xudo amr etganmish. Uni juda qudratli deyapsiz. Menga uning qudratini isbotlovchi karomatni ko'rsatingchi. Asoni olib yerga tashla. Bu oddiy ko'zbo'yloqchilik shohim. Chapdastlik. U ilonga vino ichirib qo'lga o'rgatgan. Qarang shohim. Sehrgar hammani ko'zini chalg'itib, chap qo'li bilan harakat qiladi. Marhamat, shohim.
Sizlar aldoqchilarsiz. Xudoyingiz hech qanday kuchga ega emas. Men iltimoslaringni rad etaman. O'zing ham, xalqing ham bu sarkashliging achchiq azobini tortasanlar. Butun Misr boshiga dahshatli o'lat yog'iladi. Og'ir dardlarga mubtalo bo'ladi yurting. Qaranglar. Xudoning mo'jizasi. Sizlar Xudoning qarg'ishiga uchraysizlar. Yana bir sehri joduvmi, Muso? Asoni olib suvga tekkiz. Qarang shohim, qon emas bu. Bor yo'g'i mayda qizil qum. Xalqimning o'z xudosiga sig'inishi uchun bu yerdan ketishiga ruxsat bermasang, Xudoyim sen bilan xalqingni pashshalar galasiga talatadi. Bunga nima deysan? Oldiniga Nilning suvi qonga aylandi. Keyin baqalar hujumi boshlandi. Bu avvalgisining oqibati. Keyin bitlab ketdik. Pashshaga talandik. Bizni xudolar qudratliroq. Sen haliyam xalqimga qarshimisan? Haliyam uni qo'yib yubormaysanmi? Bu bor yo'g'i oy tutilishi. Oyga quyoshning soyasi tushgan. Bir soatdan keyin u yana ko'rinadi. Bizga nima javob qilasan, shoh? Men xalqingni ozod qilmayman. Hech qachon ozod qilmayman. Unda Xudovandimning kalomini eshit. Men ertaga butun Misrni kezib chiqqum. Bu zamindagi jamiki to'ng'ich farzandlar, ha u hayvon bolasi bo'lsin, ha dalada bug'doy yanchayotgan cho'rining bolasi bo'lsin, hammasi o'ladi, hattoki Fir'avnning to'ng'ichi ham. Ey Misr hukmdorlari, eshiting. Ilgari hech qachon bo'lmagan va bundan keyin ham hech vaqt bo'lmaydigan eng mash'um dod faryod butun Misrni boshga ko'taradi. Kun botganda bir tutamdan so'p giyohini olib, qo'zicha qoniga botiringlar-da, uni eshiklaringizni to'sini va yondoriga surib qo'ying. Berkinsangiz ham baribir Xudoning qahridan qochib qutula olmaysizlar.
Fir'avn, o'g'ling o'ldi. Ketsin hammasi. Xohlagan tomoniga ketsin. Ularni ozod qilaman. Shohim ularni orqasidan quvib borib, bitta qo'ymay qirib tashlash kerak. Men buni qila olmayman. Qila olasiz. Ular sahrodan o'tib dengiz bo'yiga borishadi. Dengiz bo'yiga. Ha, u ahmoqlar qopqonga tushganini bilishmayapti. Ularning xudosi bilan qanday dovlasha olaman? Ular qudratli lashkarlarimiz zarbasiga dosh bera olmaydi. Begunoh go'daklarimizning to'kilgan qoni bizni qasos olishga undamoqda. Barini o'ldiring, shohim. O'ldiring. Musa. Ular ko'pmi xossa? Mo'r malaxday. Dashtga qaytib o'sha yerda jang qilishimiz kerak. Yagona imkoniyatimiz shu. Agar dengizga siqib kelsalar halok bo'lamiz. Misr xudolari ham qudratli. Juda qudratli. Ularning dahshatli g'azabi bizlarni mahv etishi mumkin. Fir'avn marhamatli zot. U bizni kechiradi va bizlar
uyimizga qaytamiz. Yuringlar men bilan. Quloq solmanglar unga. Yakka Xudoga ishoninglar. Men bilan qol Aron. Xudo bizga vazifa topshirgan. To'xtanglar. Bunday qilmanglar. Ularning xudosi bizni jazolamoqda. Biz o'z xudolarimizga ishonishimiz kerak. Ular bizni himoya qilgaylar. Olg'a yuringlar. Ona! Ona! Tezroq yurishimiz kerak, yo'qsa nobud bo'lamiz. Qo'rqmang ona, bu Xudoning karomati. Eshityapsizmi? Ha. Ha. Tezroq yuringlar. Ona! Ona! Qayting!
Farmon bering shohim. Ularga yetib olishsin. Qasos olishimiz kerak. Amr eting, ularni qirishsin. Tezroq yuringlar. Ha. Hammasini qirishsin. Qirishsin. Tezroq qirg'oqqa chiqib olinglar. Ona, atrofingizda o'kinch va mushkulotdan o'zga hech nima qolmagan chog'da ham Xudoga ishonchingizni yo'qotmagandingiz. Shoshilinglar. Bo'linglar. Sohilga chiqib olinglar. Muso, Misrliklar yaqin kelib qolishdi. Misrda ko'rsatgan mo'jizalaringni eshitdim. Buning ovozasi Maryamga ham yetib ketdi-da. Dunyoni chekkasiga ham. Bu faqat ko'zbo'yloqchilik, shunday demaganmidingiz? Yodimda yo'q. Rostdanmi? Bizlar joriy qilgan qonunlarning bari ma'nisiz, turuqsiz. Ular tez unut bo'lib ketadi. Xudodan o'zga. Xudodan? Ha. Xudodan nozil bo'lgan qonunlar ular boqiydirlar.
Men borishim kerak. Lekin hech kim toqqa yaqin yo'lamasin. Hech kim. Qo'rqma. Bir narsadan qo'rqaman. Yonimda bo'lmasligingdan. O'zim borib aytaman. Nima demoqchisan? Qani Muso? Nega shu paytgacha qaytib kelmadi? U albatta keladi. Xudosi uni tark etdi. U esa bizni tashlab ketdi. Yo'q. Endi Misr xudolari bizdan o'ch oladilar. Sizlar noshukursizlar. Xudo dengizni ikkiga ajratib, bizga yo'l ochdi. Chanqog'ingizni qondirish uchun toshloq dashtda buloq ko'zini ochdi. Yana ochlikdan o'lmasligingiz uchun osmondan manna unini yog'dirdi. Yana qanday dalil kerak sizlarga? Muso qani? Qayoqda u? Javobi yo'q. Ular gung. Bizlar sanam yasashimiz va Misr xudolariga sig'inishimiz kerak. Bo'lmasa qirilib ketamiz. Yo'q. Shoshmanglar. Yo'q, gapimni eshitinglar. Sabr qil. Sanam yasash uchun oltinni qayerdan olmoqchisizlar? Odamlardan. Yig'ganlaringda yana kelinglar. To'g'ri qilmayapsiz. Odamlar o'lganlarida ham oltinlarini bermaydilar. Men esa fursatdan foydalanaman. Ularni to'xtatish kerak. To'xtating ularni. Bu Xudoning ahkomlari. Sizlar rad etgan Xudoning Yo Tangrim, bu juda qaysar xalq.
Vali sendan astoydil iltijo qilaman. Qilgan nojo'ya ishlarimiz va gunohlarimiz uchun bizlarni kechir. Men o'gitlaringni qabul qilishga tayyorman. Yo marhamatli Tangrim, lutfinga noil bo'lgan ersam iltijo qilaman. Rahmatingni xalqimdan ham darig' tutma. Hamma gunohlar uchun ularni emas, meni jazola. O'zing noil qilgan ahkomlarga ko'ra. Xudoning ahkomlari bu turur. Mendan o'zga hech qanday xudolarga sajda qilmang. O'zingiz uchun sanamlar yasab, ularga sig'inmang va amal qilmang. Xudoyingizni nomini bo'lar bo'lmasga tilga olmang. Shanba kuniga amal qiling va uni qadrlang. 6 kun ishlang. 7-kunni Parvardigoringizga bag'ishlang. Xudoyingiz sizga ato etgan mamlakatda uzoq umr kechirmoq uchun o'z otangiz va onangizni izzat qiling. Qotillik qilmang, zino qilmang, o'g'irlik qilmang. Yaqin kishingizga tuhmat qilmang. O'zganiki bo'lgan xotinni ham, qarollarni ham, eshaklarni ham hech nimani o'zlashtirib olmoqni o'ylamang. Hech nimani. Eshitdingizmi? Ushbu ahkomlarga umrbod amal qiling. Aytchi, nechun biz 40 yil sahroda sarson bo'lib yurdik? Negaki xalq Xudovandga qarshi bosh ko'tardi. Zero xalq gunoh qilib qo'ygandi. Men ham gunohkorman. Parvardigor Madiyamdaligimda yonayotgan buta ichida turib, men bilan gaplashganida, men ham ishtiboh qilgan edim. Shu tufayli u hozir sizni jazolamoqdami? Bu adolatli jazo. Men uni tan olaman. Bundan buyog'iga sizlar bilan bora olmayman. Unda kim rahnamo bo'ladi bizga? Yo'q. Men bunga loyiq emasman. Bu Xudoning irodasi.